Samarqand oshini sirini bilish uchun katta oshpazdan oldik keldik. Birinchi bo'lib mol go'shti va paylar zig'ir yog'ida qizdirib olinar ekan. Bu jarayonda tuz, piyoz va ozgina suv ham ishlatildi. Keyin qozonni bo'shatib, birinchi qizil sabzi, ustidan ilili suv ile taxlab chiqildi. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Undan keyin juda ham ko'p miqdorda qovurilgan mol go'shti va paylar qozondan joy oldi. Endi ustiga sabzi, mayiz, no'xat solinib, yaxshilab damlanish uchun maxsus salafon yopib qo'yilar ekan. Oradan ma'lum vaqt o'tgandan keyin sabzini ustiga marli tashab, guruch ham sovurishar ekan. Guruch yanada mazali bo'lib yetilish uchun toza zira va no'g'ilqopli suv ham solindi. Guruch deyarli har yarim soatda 3 marta ag'darilar ekan. Bu hamma guruchni bir xil yetilish uchun juda ham muhim jarayon. Osh susilganda tez sovuq qolmasligi uchun laganli ham qozonda qaynab bo'lib turar ekan. Palov xontori ham tayyor. Bay, osh turishini qaranglar. Go'shtlari xil bo'lib pishgani ko'rinishdan ham bilinib turibdi. Paylari bu siltirab chiqdi. Men uchun Samarqand oshi eng zo'rlaridan. Sizga eng ko'p qaysi osh yoqadi? Buni urasiz-ku, tamom, o'ylantirib yuboradi-ku.